Bugun Toshkentdagi eng arzon balularni ko'rsataman. Ketdi. Bu joyda balularni kepe narxlarda olishingiz mumkin ekan. Masalan, Toshkentda analogi bo'lmagan shu 4 kiloli baliqli to'rt atiga 4-5 million atrofida. Buning ichida 4 xil baliq, ustida va yonlarida krevetkalari bor. Baliqlarning hammasi atborniy, muzlatilmasdan axlashzonli qilib olib kelinar ekan. Yoki 3 xil baliqdan shaxmatli variantlari, 7 xil baliqli variantlari ham bor. Bularni faqat 5 okean do'kondan topa olasiz. Agar bundan ham qimmat kerak desanglar, sheyxli yeydigan qora ikralar ham bor. Kilosi arzimagan 11 milliondan. Mazasi ajoyib, lekin qizil ikra baribir boshqachada. Bu joyga har nechadir kunda svejiy shunaqa idishlarda keladi. Ikralarning yaltirab turishini qaranglar. Uncha-muncha odamning ham ishtahasini ochib yuboradi. Ada mana qizil ikrani tozasi. Bitta yeb ko'ring. Bermasang, yosh bolaman, tuzroq qo'shib bermaysanmi? Mana katta qo'shiladi. Mana boshqa gap. Mana bismillah. Gap yo'q. Zakkonni gap yo'q lekin. Qora nonlarni ham Rossiyadan olib kelishar ekan. Biz o'zimizga shunaqa buterbrod yasab oldik. Arzimagan 400-500 millik buterbrod bo'ldi. Mazasi har qatda do'da. Xullas baliq temasi bilan bog'liq любой narsani topa olasiz. Assortiment ancha katta. Xohlasangiz shunaqa 4 xil baliq va ikrali set ham olsangiz bo'ladi. Narxi 300 ming so'm. Manzil Chilonzor, Qatortol bozor ichida. 32-do'kon, 5 okean. Bularni Beruniy Eko bozor va Chimgan Eko bozoridan filialligi bor. Butun dunyo bo'yicha yetkazib berishar ekan. Videoni pulli betiga qaramaydigan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalida.